Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Xavotir Urinova opamiz bilan birgalikda o'yinimiz g'olibini aniqlaymiz. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Munisaxon aytganlaridek, bugun Buxoro Umra jamiyatidan bepul umrani g'olibini aniqlaymiz. Undan oldin esa bittagina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Buxoro Umra jamiyati haqida. Buxoro Umra jamiyati birinchi o'rinda plyuslarni aytmoqchiman. Bu litsenziyasi bor. Bu degani, bu katta narsani aniqlatadi aslida. Har hafta Buxorodan to'g'ridan Jiddaga qarab reyslarimiz bor. Hojilarimiz 14 kun davomida 3 mahal ovqatlanish, elik boshi xizmatlari, mehmonxonada yashash, Makka bo'ylab sayohat, Madina bo'ylab sayohat hammasi $990 hamda $1190 ga kiritilgan. Endi ertaga Xudo xohlasa 15-iyul kuni Buxorodan to'g'ri Jiddaga qarab uchadigan reysimizdagi hojilarimiz orasidan omadli bitta hojimizga Buxoro Umra jamiyati tomonidan bepul umra sovg'a qilinadi. Yutgan inson esa o'zlari bilan do'stlarini, oila a'zolarini bemalol olib ketsalar bo'ladi. Yana bitta narsa, Xudo xohlasa 29-iyul kuni yana Buxorodan to'g'ri Jiddaga qarab uchadigan reysimiz bor. Yana o'sha tartib hojilarimiz orasidan yana bir kishini mana shu rotatron orqali bir kishini aniqlaymiz va bepul umra safarini sovg'a qilamiz. Bunaqa imkoniyat menimcha ko'p joylarda bo'lmasa kerak. Buning uchun Buxoro Umra jamiyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ishonib bemalol kelishlaringiz mumkin, chunki ishonchli tur agenti, men o'zim ham necha marta shu Buxoro Umra jamiyati bilan umra safariga borib kelganman. Hech qanaqa shikoyatim, hech qanaqa nima deydi, norozichiligim yo'q, chunki sharoitlari juda ham zo'r. Haramga yaqin mehmonxonalar, eng zo'r elik boshlar, 3 mahal milliy o'zimizni o'zbekona taomlarimiz, undan tashqari Makka bo'ylab bepul sayohat, Madina bo'ylab bepul sayohat. Yanachi 14 kun davomida bemalol hojilarimiz ibodatlarini amalga oshiradilar. Ko'p gapirmaymiz va g'olibni aniqlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'sha yaxshilab aralashtiramiz. O'ng qo'lim, Munisaxon, buni aylanib bu tomonga o'tsangiz yaxshiroq bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Shunday menga mana shu narsa yoqadi. Ayniqsa umra yo'llanmasini kimgadir topshirish menga juda ham yoqadi. Bundan oldin ham necha kishiga umra safarini o'z qo'llarim bilan topshirganman. Bu ham bitta baxt, Munisaxon. Bir paytlar televizorga ko'raydik kishini. Shu narsalar o'zimizga ham yetib keldi. Qani? Qodir Sobirov 61-yil ekanlar, 7-fevralga tug'ilgan ekanlar. Pasportlarini kodi, telefon raqamlari. Xudo xohlasa ziyoratchilarimiz o'zlari bilan birgalikda yo oila a'zolarini yoki do'stlarini, aka-ukalarini kimnidir olib ketadilar. Bu ham bir nima deydi, ilohiy oliy baxt deb o'ylayman. Chunki men ham birinchi marta sovg'a nima deydi, sovg'a sifatida umraga ketganman. 3 kecha uxlamaganman lekin. Nima bo'ldi, aniq bo'ldimi? Maryam qiz tezlikda aniqlang. Xo'sh, Hoji boboni bitta xursand qilamiz. Qani kimni o'zlari bilan birgalikda olib ketar ekanlar. Assalomu alaykum. Qodir aka sizmi? Ha, men. Yaxshimisiz aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi, Hoji bobo? Hoji bobo, kimlar ketyapsizlar umra safariga? Ayolim bilan o'zim. Ha, Hoji onam bilan Hoji ota. Xo'sh, hozir siz primo efirdasiz. Buxoro Umra jamiyati 15-iyul kuni uchadigan reysdagi hojilarimiz orasidan Latatron orqali bitta bepul umra safarini sovg'asini qo'ygan edilar. Xabaringiz bor edimi shundan? Eshitganim yo'q. Eshitmagandingizmi? Ana sizga surpriz bo'ldi. Shu Latatron hozir primo efirda aylantirib ichidan shuna bitta qog'ozni tortib chiqarsak, sizda 30 chiqib o'tadi-da. Endi 3 kishi ketasizlar Xudo xohlasa umra safariga. Sizga Buxoro Umra jamiyati bepul yana bitta umra safarini sovg'a qilyapti. Maşallah. Xullas, Hoji bobo. Eshitaman. Erta chorshanba kuni siz bilan birgalikda kimnidir olib ketish imkoniyatiga egasiz. Bepul sizga bitta umra sovg'asi bor. Siz g'olib bo'lasiz. Buxoro Umra jamiyatidan. Bilasizmi? Qayerdansiz, Hoji bobo? Men Peshko'dan. Peshko'dan? Kelib bilmayman. Kelib bilasizmi, hay? Ha, o'zimiz boramiz endi sherik topish gumonlar. Shu kun kelib bilasizmi? Bugun bilmadim lekin. Agar bugun pasport bilan kelib bilsangiz juda zo'r bo'lar edi-da.
Ko'p ko'ramiz. Ha, tabriklaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xayrli bo'lsin. Xullas, mana shunaqa gaplar Buxoro Umra jamiyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qodir Hoji bobo g'olib bo'ldilar. O'zlari bilan endi mo'jid qizlarini, balki o'g'illarini, do'stlarini kimnidir birgalikda olib ketish imkoniyatiga ega bo'ldilar. O'zi aslida 2 kishi ketayotgan ekanlar, ayollari bilan birgalikda. Ana endi 3 kishi bo'ldilar. Zo'ra. Demak, senyor va senyoritalar, yana bitta imkoniyat bor. 29-iyul kuni ketadigan reysimizda ham xuddi shu tartib. Ketadigan reysdagi hojilarimiz orasidan mana shunaqa latatron orqali ham Munisaxon, Xudo xohlasa bir kishini aniqlaymiz va bepul umrasini sovg'a qilamiz. Hammaga rahmat, hammaga omad. Sog' bo'linglar.